Kosmetika brendining egasi qanaqa mahsulotlarni ishlatib tugatgan? Sizlar mendan har doim so'raydigan yuz uxodlarimni hozir bitirib ko'rsataman. Mana shuncha. Men taxminan bularni bir oyga qolmasdan tugatganman. Nima bo'lar? Ichasizmi bularni? Может быть. Birinchi bo'lib gidrofilkadan boshlaymiz. Men Lagomdan gidrofil ishlataman. Eng qizig'i gidrofilni masala O'zbekistonga birinchi kirib kelgan vaqtda imенно men va menga o'xshagan influenserlarga birinchi podarka qilishni boshlashdi. Sirrozi men favoritkамga aylandi. Chunki ko'rib turibsizda, prozrachniy yog'. Bu degani уже ugri chaqirmaydi. Keyingisi yana Lagomdan bu ertalab yuvish uchun mo'ljallangan water gel cleanser. Tugab qolgan, qayta olishim kerak yoki brendga telefon qilishim kerak. Yo'qsa, menga yana bitta korobka Lagom. Dальше ketamiz. Keyingisi serum XSY vegan mahsulotlarni ishlab chiqaradigan koreyskiy brend. Spot mana Circle o'zbekchasini esimdan chiqib qoldi. Ko'z osti shishlar va qoralarini dark circle qarochi. O'shani ketkazadi. Keyingisi mist. Allaqachon tugadi. Lekin men yangisini oldim. Конечно, endi kosmetika brendining egasi bo'lgandan keyin olasan. Bu mist menga yoqadigan tomoni 4 ta faslga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Makiyaj qilishdan oldin ham namlantirish uchun, fiksatsiya qilish uchun makiyajdan keyin ham va kun davomida yuzim qurishni boshlagan vaqtida sepsam bo'ladi. Yog'li yuz nimaga quriydi degan bo'lsa, suv yetishmovchiligidan va endi havo soviyapti, bundan keyin qurishni boshlaydi. Qishda asosan quriydi. Yog'li teri degani bu yuzingiz yoki taningiz qurimaydi degani emas. Qanaqadir menga kislorod berganda ham bo'ladi. Voy, sen qolib ketibsan-ku. Bu meni eye creamim, vegan mahsulot ishlataman. Menga buni yoqadigan tomoni shu ochasizlar, shiq mana bosasizlarda keyin unaqa massaj qilib aylantirib o'tirsanglar, ortada alyuminiy isi bor, o'zini magnitniy ko'zning ajinlarini qosh tepasiga mana peshinaga tushayotgan ajinlarni oldini oladi va zo'r namlantiradi. Menga yoqadi. Bu men doimiy ishlatadigan va allaqachon ishlatib tugatgan uxodi kosmetika edi. Yana ham ko'proq ma'lumotlarni olish uchun kommentariyaga o'zingizni yuzingizdagi muammolaringizni yozib keting. Men keyingi safar imенно shuni video qilib chiqarishim mumkin. Har doim go'zal bo'ling.